Porloq kelajak sari yo'l aynan maktab ostonasidan boshlanadi. Aslida ta'lim-tarbiya masalasi har bir davlat va jamiyat tamaddunini tashkil etadi va uning inikosi ham yillar o'tgani sayin tobora bo'y ko'rsata boradi. O'qituvchining mehnati 30 yil deganda yuzaga chiqadi deydilar. Aslida buni bugungi kunda ko'p kutish ham shart emas. Sababi o'qituvchilarning mehnatini, natijalari aynan o'quvchilarni oliy ta'lim dargohlariga qabul jarayonlari orqali ham ilk namoyonini bugun ko'rsatmoqda. Bugun biz ayni daqiqalarda Oltiariq tumanidagi birinchi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabidamiz va bejizga emas, sababi bu yerni tamomlagan 11-sinf bitiruvchilarining 97% joriy yilda oliy ta'lim muassasalari talabalari bo'lishga erishdilar. Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan ushbu maktabda bugungi kunda 740 nafar o'quvchi ta'lim-tarbiya olmoqdalar. Ular aniq fanlar yo'nalishida fan olimpiadalari, turli ko'rik tanlovlarda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Yutuqlarning asosiy omili esa ta'limga bo'layotgan e'tibor, deydi maktab direktori Hamidjon Rahimov. Eng yaxshi meros tarbiya, kelajak uchun eng mustahkam poydevor bu bilimdir deydilar. Ustoz bugun ushbu dargohda yoshlarga ta'lim-tarbiya berish jarayonlarida nimalarga ko'proq ahamiyat qaradilar? Imom Buxoriyda shunday gap bor: ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay. Yoki bo'lmasa xalqimizda shunaqa bir fikr bor, naql bor: 1 yilligingni o'ylasang bug'doy ek, 10 yilligingni o'ylasang bog' yarat, 7 pushtingni o'ylasang ilmli bo'l, ularni qo'llab-quvvatla, ularga xayrixoh bo'l. Men mana shu paytda men baribir buni faxr bilan ham aytaman, yarim asr 50 yil shu ta'lim sohasini biladigan bir inson sifatida shu ta'lim sohasida ishlayapmiz va mana shu yillar davomida ta'limga berilayotgan e'tibor, ota-bobolarimizni shu ta'limga, ustozga bo'lgan e'tiborlarini baribir bugun aytishimiz kerak. Ota-bobolarimiz bir paytlarda shu ustozni shunday qadrlagan, shunday hurmat qilgan, lekin o'rta yillarda qaysidirki ma'noda shu e'tibor menimcha susayganga o'xshadi. Buni ham baribir aytishimiz kerak. O'qituvchiga, ustozga, o'quvchiga kerak bo'lsa mehnat quroli sifatida qaralgan paytlari bo'ldi. Buni baribir bugun aytishimiz kerak, yoshlarimiz buni bilish kerak. Lekin mana shu keyingi paytda mana 2016-yildan beri ta'limga berilayotgan e'tiborni e'tirof etmasdan iloji yo'q. Masalan, men o'zim oliygohni bitirib kelgandan keyin qandaydirki ko'nglimda o'ksish bo'lmagan, ammo baribir ozgina bo'lsa ham ichingiz og'rish bo'ladi. Mana biz nima qilyapmiz-ku, bizga nima qilishyapti? Eskilarimizning gapi bor: qadringni bilganga bo'lsang arzir qul dedi. Bugun ustoz va murabbiyni qadri, ustoz va murabbiyni hurmati shunaqa darajaga chiqdiki, men nazarimda hech qachon bunaqa darajaga chiqmagandi. Juda katta bir shu islohot amalga oshirildi. Bu islohotlarning hammasi mamlakatda ertangi kunni belgilaydigan, 3-uyg'onish davrini yaratadigan, 3-renessans davrini yaratadigan yoshlarni tarbiyalashga qo'yilayotgan qadam deb o'ylayman. Mana shu 3 yil davomida 87 nafar o'quvchimiz bitirgan bo'lsa, 87 nafar o'quvchini 85 nafari oliygoh talabasi bo'ldi. Mana shu chap tomonda turgan o'quvchilarimiz birinchi bitiruvchilarimiz. Mana 30 nafar o'quvchi bitirgan bo'lsa, 30 nafar o'quvchi talaba bo'lyapti. Undan keyin 26 nafar o'quvchi bitirgan bo'lsa, undan ham 26 nafar talaba. Bu yil mana 31 nafar o'quvchi bitirgan bo'lsa, 29 nafar talaba bo'lyapti. Buni faxr bilan aytishim kerakki, bugun 30-o'quvchimiz 153-35 ball olyapti. 153-35 ball olish bu ham hammaga bas-ku. Lekin u ham mana hozir mana yana qo'shimcha nima bilan oliygoh talabasi bo'lyapti. Demak, 31 nafar o'quvchidan 31 nafar o'quvchi oliygoh talabasi bo'lyapti. Qayerda bo'ladi? Endi bu yutuqlarda bir sababi nimada? Sababi 2016-yildan beri maktab ta'limini rivojlantirish deyapti. Maktabgacha ta'limni rivojlantirish. Qarang, maktabgacha ta'lim mana shu yangi dasturlarda 80% dan yuqori maktabgacha ta'limga tortishni rejalashtirishyapti. Bu birinchi omil bo'lsa, ikkinchisi ustoz va pedagoglarga berilayotgan e'tibor. Uchinchisi har qanaqa atrofdagi holatlardan ustozlarimizni, murabbiylarni saqlashlari. Mana shu har qanaqa tekshirishlar hammasi. Demak, maktabga, ta'limga javob beradi maktab direktori deyapti. Bu 4-dan ustoz va murabbiylarga yaratiladigan sharoit. Har qanaqa qog'ozbozliklar bekor qilinyapti. Mana kechagi oxirgi bir buyruqda shunday bo'lyaptiki, o'qituvchini
attestatsiyadan o'tkazish masalasi. Oldin xohlaymizmi, xohlamaymizmi, inson omili aralashardi-da, bular hammasi qaysidirki ma'noda nimalargadirki olib keladi. Endi bundan buyog'i ishlayotgan mehnat qilayotgan o'qituvchiga qadri shunchalik darajada ko'tarilyapti. Ustoz, bu yerda endi yangi bir maktab binosini ko'rib turibmiz. Bu ham bir ta'limga bo'layotgan bugungi kundagi e'tiborning namunasi, to'g'rimi? 2020-yil 30-sentyabr kuni respublika miqyosida shu ustoz va murabbiylar kuni arafasida video selektor o'tkazishyapti. Shunda Buxoro viloyat Qorako'l tumanidagi maktabni maqtashdi. Haqiqatan ham e'tiborga loyiq maktab, e'tirof qilsa bo'ladigan maktab. Shunda yo'qmi deyishdi, Samarqand viloyatida Mirzo Ulug'bek yurtida shunaqa maktab yo'qmi? Yo'qmi Al-Farg'ona yurtida, Farg'onada, yo'qmi Andijonda Zahiriddin Muhammad Bobur yurtida deyishganda, bo'lmasa bitta o'quv korpusi quraylik degan so'zni aytdim-da va mana shu 2-kuni bitta viloyatimiz rahbari kelishdi, 4-kuni yana bitta qurilish bo'yicha rahbarlari kelishdi va birinchi eng katta qilgan ishlari birinchi boshlagan ishlari bizga maktab qurib berish bo'ldi. Bu ham bitta bir yaratganning o'zini bir ne'mati. Yana nima xursand qilyapti bizni? Kelishib birinchi g'ishtni o'zlari qo'yib berishyapti. Mana kechagida 580 millionlik jihoz olib berishga mana shu bel bog'lashdi. Mana shu jihozlarimiz kelyapti. Buni maktabimizga kirgan bo'lsangiz ko'rgandirsizlar. Bu hammasi bugun mamlakatimizning ertangi kuni bo'lgan. O'sha dunyo tamaddunida, dunyo yaratilgandan buyon 4000 ta alloma yaratilgan bo'lsa, shuni 1000 tasi biz ota-bobolarimizga to'g'ri kelar ekan. Bu yana bitta shunaqa allomalar yaratilishi. Men o'ylaymanki, bu bugun hamma zamin, hamma sharoit yaratilyapti. Ertaga o'ylagandek bo'ladi deb o'ylayman. Bular hammasi ta'limga yaratilgan e'tibor. Buni juda ko'p rivoyatlar, bir nimalar bor. Mamlakatni ertangi kunni belgilaydigan yoshlarga e'tibor berilsa, mamlakatning taraqqiyoti yaxshi bo'ladi degan fikrlar bor. Bular hammasi o'zini isbotini topadi deb o'ylayman. Ustoz, u qo'limizga ilk qalam tutgan, mehr muhabbatga to'la nigoh sohibi, hayotimizni ilm nuri ila nurafshon etgan inson. Qariyb 42 yillik o'qituvchilik faoliyati davomida har bir o'quvchini o'z farzandidek ko'rib, ta'lim tarbiya berib kelayotgan Xolisxon Rahimova ham ana shunday fidoyi va sevimli ustozlardan biri. O'quvchilaridan ayrimlari matematika yo'nalishida xalqaro fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishgan. Ko'plab shogirdlari esa bugun malakali ustozlar sifatida faoliyat olib borishadi. Bu ustoz kamtarinlikda ham shogirdlariga o'rnak. O'zining emas, o'quvchilarining yutuqlarini ko'rsatishga oshiqadi. Ustoz, aynan dars jarayonlarini kuzatdik. Necha yildan buyon aynan mana shu sohada faoliyat olib borasiz va mana shunday o'quvchilarni yutuqlariga bir sababchi bo'lib kelyapsiz bugun va so'nggi yillardagi o'qituvchilar faoliyatiga bo'layotgan e'tiborni qanday baholaysiz? Rahmat. Ana endi meni shu davraga chaqirganlaringga rahmat. Shu savolni eshitib qayta yoshargandek bo'ldim. Qarang, institut bitirgan yillarim hayolimga keldi. 1979-yilda Farg'ona davlat universitetini matematika fakultetini bitirib, shu Oltiariq tumaniga ishga keldim. Ishlash faoliyatimga mana 42 yil to'libdi. Bu gapni aytishga ham xijolat bo'lib aytaman. Shuncha yildan shaqa maktab tark etmadimmi degan savollar paydo bo'lishidan qo'rqaman. Endi rostini aytish kerak, mana dunyo o'zgaryapti. Qandaydir insonni yoshartiryapti deymanda, oldingi armonlarni yo'qotkim keladi, oldingi kamchiliklarimni tuzatkim keladi. Yoshlarga deydi, yana ham yuragimdagi bilimlarni bergim keladi. Shuning uchun aytamanki, vaqt tugamasa edi. Ich-ichimdan xursand bo'laman. O'qituvchi o'zini ishiga qaytdi. O'qituvchi vaqtini yo'qotmayapti, butun vaqtini bolaga beryapti. Bundan ortiq baxt bormi? Yana aytamanki, inson qachon yaxshi o'qituvchi bo'ladi? O'qituvchi bo'lib tug'ilish kerak. Qachon yaxshi o'qituvchi bo'ladi? Bolani sevish kerak. Bolani mehrini qozonish kerak. Mana hozirgi davrda maktab islohoti desak bo'laveradi. Bolani tarbiyasini qanday qilsak yaxshilaymiz degan savollar hammaga tug'ilyapti. Mana hamma joyda, hamma rahbariyatda o'yi shu bo'lib qoldi. Meni bitta yuragimdagi gapimni aytamanki, bolani sevish kerak. Bolani sevsiz, bolani xatosini mehr bilan tuzatsangiz, bolaga to'g'ri yo'lni ko'rsatsangiz, eng avvalo bolani yaxshi ko'rishingizni bolani oldida isbot qilib berishingiz kerak. Shunda bola sizlar ko'zga ergashadi.
faqat shu yo'lda tutgan bo'lardim. 20 yil oldin ishlaganimda ham shu yo'lda tutganman. Bundan keyin yana 20 yil ishlaysan desa, faqat shu yo'ldan ketaman. Faqat bolaga mehr. Mehr bersiz, mehr olasiz. Ustoz, bugungi kunda aynan maktablarda ustoz shogird an'analari ham bir yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Siz kabi tajribali ustozlarda bugun yosh pedagog kadrlar biriktirilishi orqali ularni ham bir mahoratlarni boyitishga alohida e'tibor qaratilyapti va shu bilan birga dars jarayonlari yanada bir mukammallashyapti. Yaxshi savol. Mana hali aytdim oldingi gapimda, bolaga o'rnak bo'lsangiz, bola o'qituvchi bo'lishni xohlar ekan. Mana o'qituvchi shogirdlarim ko'p. Hozir mana eng yosh shogirdlarim bilan birga ishlayapman. Eng yosh shogirdlarim xalq ma'rifati a'lochisi bo'ldi. Bundan rosa xursand bo'ldim. Nimaga? O'zim 1 yil oldin olgan bo'lsam, mendan keyin 1 yildan keyin shogirdim oldi. Mendan 30 yosh kichkina. Shunday xursand bo'ldimki, o'zim 2 martadan taqdirlangandek bo'ldim. Hali aytilar ekan-ku, millatlarda har xil gap bo'ladi. Ustoz deydi, shogirdini o'zidan deydi, yuqorilatib qo'ysa, eng baxtli ustoz deydi. Men shunga amal qilaman. Ilohim shogirdlarim mendan o'zib ketishsin. Ularda baxtini, rohatini, ishini ko'rib quvonish hammaga nasib qilsin. Ilohim, niyatim shu. Ustoz, endi bugungi kunda aynan yoshlarda bir ta'lim tarbiyasiga berilayotgan e'tibor, ularda bir yana ham nima deydi, ularda oldinga harakat qilishiga bir turtki bo'lyapti, to'g'rimi? Bu aynan mana shu dargohdagi o'quvchilarning faoliyatida, bir o'qishlari jarayonida ham sezilyapti. O'quvchilarimizda juda katta o'zgarish bor. Endi buni sababi nima desak, o'qituvchida o'zgarish bor. O'qituvchi mehr bilan kiryapti. Mana yangi O'zbekiston deyapmiz. Yangi O'zbekistonni yoshlar quradi. Endi yangi O'zbekistonda murabbiylar quradi. Murabbiylar agar haq yo'lda ko'rsatsa, bolaga to'g'ri tarbiya bersa, bizning O'zbekistonimiz bundan ham gullab yashnaydi. Ilohim bundan ham baxtli zamonda ko'rish hammaga nasib qilsin. Ustoz, murabbiy, o'qituvchi, muallim degan so'zlarni eshitganimizda yoshimiz, kasb-u ko'rimizdan qat'iy nazar ko'nglimizdan iliq fikrlar va yorqin xotiralar o'tadi. Biz har birimiz hayotda qanday muvaffaqiyat va natijalarga erishgan bo'lsak, bu yutuqlarda ularning beqiyos hissasi borligini doimo minnatdorlik bilan e'tirof etamiz. Nima uchun aynan matematika yo'nalishini tanlagansiz? Keling bir yoshlikka qaytaylik. Qarang, shu savol juda chiroyli savol. Hozir aytdim, bolaga mehr bersangiz, bola sizga o'xshashga harakat qilar ekan. O'qituvchim, qarang sizlar boshqalarga erishdilar. 5-sinf davrimda eslayman, o'qituvchim orqa tomonida yurib, iziga qadam izimimni qo'ygim kelardi. Qadam. Hali bu sodda til bilan aytganda, bosgan izini bosgim kelardi. Ana endi 7-8-sinf bo'lganimizda matematika o'qituvchimizga juda qattiq mehrim tushdi. Bir kuni doskaga chiqmadim. O'qituvchim menga 5 baho qo'ydi. Keyin men oldiga borib aytayapman, ustoz, men bugun doskaga chiqib javob bermadim-ku, dedim. Desam, seni yaxshi ko'raman dedi. Shuning uchun 5 qo'ydim dedi. Keyin men ham aytdim, ustoz, men javob berganimdan keyin qo'ying dedim. Desam, yelkamdan yana bitta quchoqladi. Ilohim, sen ham yaxshi ustoz bo'lgin dedi. Shu so'z bilan shu paytgacha mana 42 yillik tajribam shu ustozim mehridan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ustoz Xolisxona Rahimova qo'lida kamol topayotgan o'quvchilar yaqindagina uni yana quvonchli xabar bilan quvontirishdi. Sababi imtihonlarda yaxshi natijalar bilan o'quvchilar Farg'ona viloyatidagi Prezident maktabiga o'quvchi sifatida qabul qilindilar. Men yoshligimdan o'zi matematika sohasiga qiziqib kelaman. Shuning uchun aynan shu o'zimizda birinchi ixtisoslashgan maktabda 1-sinfdan beri o'qib kelaman. Aynan bizni maktabimizda matematikaga bo'lgan e'tibor boshqa oddiy maktablarga nisbatan ancha e'tiborga loyiq, chunki dars paytida har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanishga harakat qilinadi. Men o'z 5-sinfdan beri matematika fanidan bilimlar bellashuvi va fan olimpiadalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlar egallab kelaman. Bu yil Farg'ona viloyat Prezident maktabiga imtihon ravishda qabul qilindim. Kelajakda aynan maktabni bitirganimdan so'ng
o'z soham, ya'ni iqtisod sohasida o'qib, kelajakda xalqaro iqtisodchi bo'lmoqchiman. Bu sohaga hozirdan harakat qilmoqdaman. To'g'risi, o'zi bu maktabga kirishda ham ancha harakat qilib kirganmiz. Endi bu maktabga meni onam olib kelishgan. Xuddi shu ustozlarni bitta yaxshiligini bilib kelganmiz. Endi o'qituvchilarda xizmati katta. Agar o'qituvchilarda xizmati bo'lmaganda biz bunchalik bo'lmagan bo'lardik. O'sha imtihon javoblari chiqqandan keyin to'g'risi men o'zimga ishonmadim. Bir necha marta qayta tekshirib ko'rdim-da, keyin o'sha o'tganimga ishonchim komil bo'lgandan keyin birinchi bo'lib o'qituvchilarimga qo'ng'iroq qilib, ularni duosini oldim. O'sha paytda o'zimdagi haligi o'tgan his-hayajonni o'zim bilaman xolos. O'qituvchilarimizni bizga bergan bilimlarini kelajakda ham oqlashga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa, o'qituvchilarimiz yuzini yerga qaratmagan bo'lamiz. Bugun ta'lim-tarbiya sohasida o'qituvchi va murabbiylar yoshlarimiz hayotida yangi davr boshlandi. Bu davrni yanada rivojlantirish, ma'no mazmun bilan boyitish esa ustoz va shogirdlarning intilishlariga bog'liqdir. Zero 3-renessansni yoshlar ustoz murabbiylarning ta'lim-tarbiyalari bilangina yaratadilar.